Assalomu alaykum, foydali maslahatlar kanalimizning aziz muxlislari. Bugun men sizlarni tug'ma zaxm kasalligi bilan tanishtiraman. Zaxm kasalligining xavfli tomoni shundaki, u homilador ayolning yo'ldoshi orqali go'dakka o'tadi. Dunyodagi eng og'ir kasalliklardan bo'lmish moxov mikroblari homilaga qornida 9 oy ko'tarib yursa ham onadan yuqmaydi, ammo zaxm yuqadi. Aksariyat hollarda homila 5 oylikgacha bo'lgan davrda ona mabodo zaxm kasalligiga chalinib qolguday bo'lsa, homila to'liq rivojlanmay tushib qoladi. Kasallikning dastlabki kunlarida yo'ldosh zaxm qo'zg'atuvchisining homilaga o'tib ketishiga kuchli qarshilik ko'rsatadi, lekin qo'zg'atuvchining toksinlari ta'sirida taslim bo'ladi. Oqibatda oqish qo'zg'atuvchilar homilaga o'tadi. Nimjon go'dak zahar ta'sirida ona qornida nobud bo'ladi yoki to'la rivojlanmay o'lik tug'iladi. Odatda go'dakni tug'dirib olishi bilanoq tajribali shifokorlar kasallikka gumon bilan qaraydi. Chunki yangi tug'ilgan chaqaloqning afti, yuz tuzilishi mutlaqo o'zgacha, ya'ni terisi quruq, oltin gugurtsimon, chiziqcha, oppoq tusli bo'lishi bilan birga yuz terisini burishgan ajinlar qoplagan bo'ladi. Yangi tug'ilgan go'dakning yuzi xuddi qari odamning aftini eslatadi. Kallasi katta, terisi vena tomirlari ko'zga yaqqol tashlanuvchi to'r hosil qilgan. Bolaning peshonasi kattalashgan. Burnining tepa qismi cho'kkan bo'ladi. Burun teshiklari shilimshiqlarga shunchalik to'lgan bo'ladiki, u hatto nafas ola olmaydi. Jismoniy va aqliy rivojlanishda o'z tengdoshlaridan ancha orqada qoladi. Salomat bo'ling.